Endi odam bir hali uyingga ozgina bir pardoz bersang ham kayfiyating ko'tariladi. Doğru. Bir o'zingga yoqadigan bir yangi kiyim olib kiysang ham kayfiyating ko'tariladi. Endi qo'shiqchi san'atkorni qo'lindagi sozi o'ziniki bo'lsa, o'ziniki deganim shu o'zinikini chalasi kelsa, shuni o'shanda chalganda ilhomi kelsa, qo'shiq yana yaxshi bo'lib chiqadi. Endi sababsiz bir tarim yasab berdi. Uni ovozini eshitsa almashib bo'lmaydi. Shuna sabab qo'yib qo'ydiring desam, onlarca başka bir sebepli tar yasab bering size deydim. Yine şunu keldi. Katta rahmat, zo'r bo'libdi. Endi evveller yurt aşıp ustalar tar alıp, tar qidirib beradigan edilar. Azerbaycan'da. Xudoni bir bergani sen talenting ham. Ko'p san'atkorlar xursand bo'lib, o'zlarimiz ham tarni kimdan oldingiz, kim yasagan deganda şu Hoşnutbek degan zo'r usta. Endi seni yasagan tarim qo'limda, sening xonadoningda o'tiribmiz, sen haqingda gaplaymiz. Doğru. Lekin men kuzatib yuribman, Xorazmda yana shogirdlaring, do'stlaring, Usta köp. harakat qilib yurganlar ko'p. Amatını versin. Men shu san'atchilarga Xudodan yaxshi niyat tilasam, qolganlardan shunday yaxshi niyat tilayman. Hayır, rahmat. Raqobat bor joyda O'sish bo'ladi. yaxshilik bo'ladi, o'sish bo'ladi. 60 degan yozibsan. Do'stlar, Atamurat aka gap deysiz bo'laman. Akşam Instagram'a koygan edik bunu postda. Ağzına gaplar. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz do'stlar, san'atsevar xalqimiz ila Atamurat ağamız təşrif buyurdu. Usta sanatkar. Şu tarını zakas buyurgan edi. Şu Atacan ağanın tarı bayım deydi, damçılığı. Şu havas ettim, şunu yatıttım, şu ruhları şad oladı. Lekin özüm Murat Hemdamov'un şagirtime, lekin unam şagirtime, sanatına çınamanda ben de ihlası getir. Hem ustanın tarını zor yerine alıpsan dedim. Doğru. Bundan aldık. Yani şu sebepleri Atacan Xudoy Şükür'ün tarında görüp havas kılıydım. Bıyakları Babam Murat Usta. Şu. Artık Usta. Aralaş. Hem ustanın tarını Mücessem değil mi? Zor yerlerine alıpsan. Ama yakında yine kanser koyu hatırla 12. sentyabrda Halklar Dostu günde. Hemen yesin kütüp kalamız şu kanserdeyiz feyizli olsun. Hem 60 yaşa girediler. Lekin 60 yaşa okşamıydılar. Rahmet. 20 yaşar Atamurat ağam. Rahmet. Yine 60 tepine iberine ağzı yapıştırdık abi tebrik sıfatında. Ertende esirle devamında evladlara kaladı. Rahmet. İlahim şu elini yurtunu herkesin bunun ustasız ama şagirdleri ise köp akşam taşağımda köp şagirdleri yazıptı. Rahmet usta, ustanın ömrü uzak olsun da kursant olup da şagird. Sana gitti rahmet. Yine öz insandır. Yap aytasın. Pek sana şu işe koyup yazılgan 60'ını her 10 yılda özgertirip İlahim. ta 100 sıfırnaça maya sap verip nasip etsin ilahim. Başka sanatkarlarım hemmesine tilegim şu. Kalavrsa 12 sentyabr Toshkentda Xalqlar Do'stligi sarayında hemmenizni kutib qolaman. Qo'llab-quvvatlab birga bo'lasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa shu oltin tar bilan ajoyib qo'shiqlar aytib sizlarni ko'nglingizni olamiz degan, sizlarni xursand qilamiz degan niyatimiz bor. Shu niyatlarimizni Xudoning o'zi yetirsin ilohim. İlahi amin. Endi toza tarda bir kuplet aytmadi demasizlar.
şah gedana, bendesine beraberdir emri Hudana. Bu dünyadan hemme öter şah gedana, bendesiga beraberdir emri Hudana. Hiçbir narsa mengüymez yo'qoladi, hiçbir narsa mengüymez yo'qoladi. Bu dünyada qo'shiq bilan kuy qoladi, bu dünyada qo'shiq bilan kuy qoladi. Bolsa ham ki g'arbir g'ishti oltin metin, qasrlar ham yolg'onchiga emas ustun. Ularni ham bir kun qora yer oladi, ularni ham bir kun qora yer oladi. Bu dünyada qo'shiq bilan kuy qoladi, mendan sizga qo'shiq bilan kuy qoladi. Bu dünyada qo'shiq bilan kuy qoladi. Kasanlar. Selamet bo'lin. Rahmat. Qolganini konsertda xudo xolasa. Yap, yap. Молодец.